Xullas qarindoshlar, Xitoyda shunaqangi katta qo'llar ko'tarib turgan ko'prik bor ekan. Ko'prikning shundoqqina tepasida esa siz bilgan Kung Fu Pandaning nefrit saroyi joylashgan ekan. Voy, bu saroy rostakasimiga bor ekan qarindoshlar. O'xsharmikan a? deb turib, aynan mana shu ko'prikka sayohatni boshlavordim qarindoshlar. Bu ko'prik shunaqangi balandda joylashgan ekanki, bu ko'prikka chiqish uchun ikkita shunaqangi mototsiklchi bilan ancha masofani bosib o'tdim qarindoshlar. Undan ham balandiga esa mototsikl bilan emas, shunaqangi o'tirib olib chiqadigan ekskalatorda chiqar ekan deb qarindoshlar. O'tirar ekansizlar, o'zi olib chiqib qo'yar ekan. Mana shundan dumalash haqida o'ylab ko'ringlar qarindoshlar. Eson-omon ekskalatordan chiqib oldim va nihoyat ko'prikka keldim desam, qatta hali ko'prikkacha ancha-muncha zinalarni bosib chiqishim kerak ekan. O'rmonning ichidan olib o'tgan zinalardan qanday qilib chiqqaningizni bilmay qolasiz qarindoshlar. Atrof juda ham go'zal. Zinalardan charchab, endi men u yog'iga chiqmayman deb turgan joyimda, undan ham balandroq joyga chiqish uchun qarindoshingiz shunaqa bitta dona turbani ustida yuradigan mashinacha ustiga chiqib o'tirib oldi. Mashinacha esa 120 kilolik qarindoshingizni bir dona turbani ustidan shunaqa tepalikka qarab olib chiqib ketyapti. Har bitta qarindoshim mana shu go'zallikni o'z ko'zlari bilan kelib ko'rishlari kerak. Mashinachalar bizani shunday qo'lni uchiga olib chiqadi desam, qatta qo'l qanchalik balanda uzoqdaligini ko'ryapsizlarmi? Lekin mashinachaning ustida shunaqangi mazza qilib kataysa qildi. Qarindoshlar, o'sha mashhur qo'lga chiqish uchun ana endi bizani bitta turbani ustida yuradigan mashinacha emas, oyoqlarimiz shunaqa ko'prik ustidan olib chiqish kerak ekan. Hammasidan ham ko'prikdan keyin tosh ustiga dim osilib chiqish kerak ekan. Voy, namuncha mazza umrimda qilib ko'rmagan ishim. Bu yosh katta amaq xolalar nimaga bu yoqdan ketishyapti desam, mani vesing katta bu ko'prikka chiqmaysan deb chiqarishmadi. Bir kam 70 yoshli kampir ham chiqdi. Ana ishtoni yo'q qiz ham chiqdi. Dashi ishtoni yo'q qiz chiqdi. Nima kam joyim bor edi? Aybim normalni kiyinib kelganimmi? Men ham kalta shortda kelsam chiqarmadim. Mash amaki deyman, taroziga chiqardi meni. Taroziga chiqarmaganda normalni ketyotgandim. Attiga 120 kilogina bo'lsam qarindoshlar. Shunaqa ko'prik quribsan, birato'la 150 kilogacha ko'taradigan qilib qursang bo'lmaydimi? Qarindoshlar, yana bir narsa, matematikaga to'g'ri kelmayapti-da. Ko'prikda bir yurganda shuncha odam yuribdi, bularni hammasini qo'shsa 1,5 tonna bo'lib ketadi-yu. Mayli, endi bu yog'iga nima qilaman? Chiqarishmadi. Bundan bu yog'iga manzarani tomosha qilib, xitoylik amaqlar bilan gaplashib, piyoda chiqdim. Voy, va nihoyat qarindoshlar, va nihoyat yetib keldim. Kung Fu Panda nefrit saroyini ko'rishga tayyormisiz? Hattoki men ham nefrit saroyini ko'rish uchun shunaqangi yugurib boryapman. Mana bu joylar sizga tanish emasmi mabodo? Nefrit saroyi shunaqangi balandda ekanki. Voy. Ozgina nafas oling. Voy. Saroy devoridan bir qaraganda shunaqangi go'zallik. Mana bu qozonni esladingizmi? Ajdarho jangisi kelmoqda. Prosta poylab turinglar o'sha yerda, iltimos. Ozgina kelish kechikyapti. Voy, yerda joy yo'qmidi? Tog' uchiga ham quradimi saroyi? Saroyga kelib qoldim. Tepada ustoz Sheyfu kutib turgan bo'lsalar kerak deb shunaqangi umid bilan chiqqandim. Lekin tepaga qarasam ustoz Sheyfudan asar ham yo'q qarindoshlar. Asosiy go'zallik esa nefrit saroyini orqasida joylashgan ekan. Mana bu bayroq Jumbongi bayrog'iga o'xshar ekan qarindoshlar. Shunaqa balandlikkacha o'z oyoqlarim bilan chiqqanimga ishongim kelmayapti. Sizlar boya chiqib ketuvdinglar. Ikki sevishgan pishirib qo'yibdimi yosh narsaga bu yoqda. Endi aytaman-da, yolg'iz narsa. Panapas hamda. Bilib bo'ladimi? Sen oyog'idan urasan, men belidan ketmon bilan solaman degan joydan bo'ldi, qarindoshlar. Nefrit saroyining orqasida esa mana shunaqangi go'zal manzara bizni kutib turgan ekan. Shunaqangi balandlikdan mana shunaqangi suv attraksioni orqali lotkada pastga tushar ekanmiz. Narvonlik kelyapti. Shamolga. Voy, odam qo'rqitar ekan qarindoshlar bu vid. O'sha qaramasdan boshim aynalyapti. Narvon likillarkan. Qarindoshlar, nefrit saroyidan-da balandroqda yana nimalar joylashganini bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz nimadan qo'rqqanimni bilib olasiz. Hammasidan ham mana shu suv orqali tepadan pastga tushish menga juda ham qiziq bo'lyapti. Voy, rosa romantik joylar ekanmi? Tangem kinosini ko'rganlar bormi? Tangem kinosida ham xuddi shunaqa daraxtga lentichka bog'lab ketishardi. Bu yerda ham bor ekan. Va hali kecha zinalar qarindoshingizni qiynashda davom etmoqda.
Voy, tugagilari kelmayapti-ya. Tog'ni uchida, balandlikda, xuddi burgutni uyasiga o'xshatib shunaqangi joy qurib qo'yishibdi, qaranglar. Voy, shashlik qo'rani qo'yib olib, manzarani tomosha qilib shashlik pishiradigan joy ekan-u. Shitda ham toza havoni buzishni o'ylayapman. Qalay qarindoshlar, burgut uyasiga chiqib mana mashitda rasmga tushgan bo'lammi deylar? Bu burgut uyasi mayli qarindoshlar, bundan-da balandroqda, havoda salkam muallaq turgan shunaqa zina bor ekan. Mashinga chiqsam meni ko'taramikan, ha? Nima deysizlar qarindoshlar? Shunaqa balandlikda mana bu eshak nima qilyapti? Men shunga hayronman. Ekstremal zo'riga tayyormisiz? Mening besim kichkintakina bo'lgani bilan qani bismillahirrohmanirrohim. Voy 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 voy. Ha! Voy, odam qo'rqitar ekan qarindoshlar bu vid. Narvon likkillar ekan. Voy. O'sha qaramasdan boshim aydalyapti. Voy 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 voy. Mana bu qaranglar. Voy. Voy. Shamol. Voy, narvonlik kelyapti. Narvonlik kelyapti. Shamolga. Ishonasizlarmi qarindoshlar, to narvonni uchiga chiqqunga qadar meni hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi-ya. Qattaligimni ko'rsatyapsiz sizlarga. Pastga qarash qo'rqyapman o'sha. Mana men balandlikka chiqdim. Voy 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 voy. O'zi aslida balandlikdan qo'rqmayman, lekin bunaqa joyda yuragim dosh bermayapti. Voy 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 voy. Men video ko'ryapsizlarmi? Narvondan u yog'ini ko'ryapsizlarmi? Kulganim sari, gapirganim sari mana bu janavar qimillayotibdi. Biram qo'rqinchli. Hozir biz o'tib kelgan joylar, mana bu yerlardan biz keldik. Mana Nefrit saroyi, qo'l. Voh, Xudo o'zingga shukr, Xudoyim o'zingga shukr. Yomon qo'rqinchli bo'ldi lekin. Mana bunaqa ustki kiyim kiydirishdi, ishton kiydirishdi paketlik bizga. Ana endi mana bunaqa kema tishada pastga tushamiz. Mana bunda pastga tushiladi. Qo'limda telefonni ushlab tushishim kerak, bitta qo'limda ushlashim kerak. O'xsharmikan yoki yo'q bilmayman. Telefon qoldimi? Voy, mashinadan chiqdimmi, babitdan chiqdimmi bilmayman. Dahshat. Qo'l bo'lib ketdi. Basharamga qarab suv sachrab. Telefonga olib bo'lmas ekan, olmaylar telefonga. Men olmadim yaxshi ham. Suv bilan olib tushadigan adrenalinga boy bo'lgan qayiqda eson-omon pastga tushib olgandan so'ng shom qorong'usida mana shu go'zalliklarni tomosha qilib, mashinachada o'tirib ketyapman. Mana shu mashinacha hozir pastgacha olib tushib qo'yadi deb, mana bu go'zallikka bir qaranglar deb tursam, bu mashinacha eng pastgacha olib tushib qo'ymas ekan u qarindoshlar. Xursandchiligim uzoqqa bormadi. Ha, nimaga xursandchiligim uzoqqa bormadi bilasizlarmi? Undan u yog'iga pastgacha mana shunaqangi qop-qorong'i o'rmon ichidan piyoda borar ekanman. Qorong'ida nima muncha qo'rqinchli bo'lmasa bu o'rmon, buni qaranglar. Davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar kommentariyada plus belgisini yozib qoldiringlar qarindoshlar.